Yaxşımsızlar dostlar. Bugün sizlarga Turkiyaning yig'lab o'ltirib ko'radigan bir filmini tavsiya qilaman. Bu film o'xshash ismdagi Koreya filmi 7-Kamirning So'g'isi nomli filmdan o'zgartib ishlangan bo'lib, mayli siz qaysini ko'rmang, tozliq qog'ozini ko'proq tayyor qilib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Yig'lig'ach manqingiz eqib ketsa, buningga men ega emas. Endi filmning mazmunini qisqacha tunishtirib o'taman. Filmdeki Mehmet'nin aqli iqtidori to'solg'iga uchrab, faqatla 6 yoshlik boladekla aqli bor edi. Lekin Mehmet to'limi oqko'ngil bo'lib, uning Ova ismli to'limi omoq bir qizi bor. Voqealikning hammasi bir somkadan boshlanadigan bo'lib, omoq qiz Ova bir o'quvchilar somkasini yoqtirib qoladi. Mehmet qiziga u somkani ilib bermoqchi bo'lganda, bu do'kondagi birdan-bir somkani yuqori darajalik harbiy amaldorning o'z qiziga ilib berayotganligini ko'rib, somkini o'ziga berishini talab qilganda, harbiy amaldor uni rahimsizlarcha bir chapaloq urdi. Oradan necha kun o'tib, Mehmet harbiy amaldorning qizining somkini esib olganligini ko'rdi. U qiz Mehmetga somkini qayerda sotadiganligini deb berman deb ahmoq qilib qo'g'litib o'ynaydi. O'ylamagan yerdan bu qiz yiqilib tushib, beshi toshga so'qilib, naq maydonda qazo qiladi. Mehmet o qizni qutqizmoqchi bo'lganda, harbiy amaldor naq maydonga yetib kelib, qizini o'ldirgan gunohni Mehmetga ortdi. Hamda uni qattiq urib, majburiy iqror qildirdi. Bichora Mehmet shundoq qilib, uvolchilik uchrab, turmaga tashlanib, sotda uningga o'lim jazosi hukm qilindi. Mehmetning keyingi taqdiri zodi qandoq bo'la? Tafsilotiga qiziqsangiz, bu filmni cho'qim ko'ring.